Bu videoda tezda uy olmoqchi, dom olmoqchi bo'lganlarga tiz jo'natib qo'yasiz. Bu joyim lokatsiyasi Mo'majamish tomonda, bu tomonda shunday kelganimizda birinchi podej, ikkinchi podej bo'lib qoladi. Chiqqanimizda ikkinchi qavat bo'lib qoladi. Kirishimizni ko'ryapsizlar. Kirganda bu tomonimizda bitta chiroyligina ko'kna o'zi chiroyli o'zi ko'kna qilma bu tomonga vitishga qo'yasiz, balki kichkina dush qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu tomonda mana bitta katta xohlasangiz spalni qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz o'tiradigan joy. Mana bu tomonda ham o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bitta pechka bilan qishdan chiqib olsangiz bo'ladi. Bitta pechka bilan qishda chiqib olsangiz bo'ladi. Bu joyda yana bitta joyi bor, mana balkoni bor. Mana balkon tashqaridan ko'rsatib qo'ying, tashqaridan ko'rinishini ko'ryapsizmi? Bemalol Mo'majamish hamma yo'q yaqin. Ko'ryapsizlar-a? Mana domimizni balkoni bo'lib qoladi. Yana bitta aynaga bu. Bundan tashqari bitta kladovka beradi. Bu kladovkasida endi tualet, xohlasangiz narsa-parsalar qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Endi sizlarga egasini nomerini aytib o'tamiz. 0555 bilan 26 45 55 nomeriga srochniy aloqaga chiqing, zo'r narxlarda qilib beradi. Uyni bahosini kelishim bahoda deyapti. Srochniy aloqaga chiqinglar, sentrda maza qilib yashaysizlar.